etajda tomaga chiqyapti. Endi tomga loy bosish, hashar qilish unaqa narsa shart emas. Shunaqa qilib vassa qoqib berilsa bo'ldi. Qolgan hamma rasxodlari o'zimiz. Ichka turgani padmayak qilib, zo'r qilib beramiz. Boshqa hech nima kerak emas. Apparatga to'kam kerak emas, faqat suv berasiz, bo'ldi. Azizlar, hammaga assalomu alaykum. Bu ko'rib turganlar nima deb qiziqishlaring mumkin. 2025-yil trendga chiqqan tomga beton bosish xizmati. Bu xizmat turlarini boshida aytib o'tib ketyapman sizlarga. Tomga beton, shkaturka, steyashka, mana shu to'pli pollar tagiga urvinga qo'yib, chiroyli qilib steyashkalarni ham qilib beraveramiz. Xo'p, azizlar, buni sizlarga afzallik taraflarini, qulay taraflarini tushuntirib o'taman. Xo'p, bu hozir biz Andijon viloyati Asaka tumanidamiz. Bu yerda 200 kvadratli xonadonda, 2 etajlik 200 kvadratli xonadonni tomiga beton bosib beryapmiz akalarimizga. Xo'p, buni afzalligi azizlar, bitta narsa ko'pchilik tushunmaganlar, to'sinni chirib yuborishi mumkin. Bu misol tarkibida semun bor, qum bor, pena bor, rossiyskiy toza pena ishlatamiz. Xudo xolasa bexijolat. Aytishlari mumkin yoki o'ylashlari mumkin, to'sin chirib qoladi. Yo'q, bunaqa narsa bo'lmaydi. Mana bu tagiga solganimiz parizolyatsiya, bu havo o'tkazadigan material hisoblanadi. Azizlar, eng qizig'i bu utepленный bo'ladi, tepadan issiq sovuq xonadonning ichiga kirmaydi. Ekranda raqamlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol xizmat bo'lsa, vodiy ichi, Voha taraf, farqi yo'q, Toshkent, qatga bo'lsa borib, chiroyli qilib, narxlarni kelishilgan holda borib xizmatlarini qilib beramiz. Azizlar, video davomida biz hozir 2-etajda tomiga, 3-etajga olyapmiz buni. Ko'pchilik tepaga olib berish muammo bo'ladi deydi, yo'q. Endi tomga loy bosish, hashar qilish unaqa narsa shart emas. Kelamiz, telefon qilsangiz borib ko'ramiz joylaringizni. Chiroyli qilib sizga vassasini qoqtirib bersangiz bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas. Apparatga to'kam kerak emas, faqat suv berasiz, bo'ldi. Hamma xizmat o'zimizdan bo'ladi. Narxlarini telefon qilsalaring kelishilgan holda joylaringga qarab borib ko'rib, narxlarni ham chiroyli qilib beramiz. Azizlar, video davomida kuzatib tursalaring, pastdan 2-etajga olish jarayoni, apparatlarimiz hammasini batafsil o'zim ko'rsatib boraman. Bizga obyektni qabul qilayotganimiz holati mana shunaqa qilib vassa qoqib berilsa bo'ldi. Qolgan hamma rasxodlari o'zimizdan kvadratini kelishilgan holda qo'yib, hamma bunaqa parizolyatsiyalarimiz, xullas sement, hamma rasxod ketadigan narsalari hammasi o'zimizdan bo'ladi. Eng qizig'i, bunga qo'lingiz tegizmaysiz, o'zimiz chiroyli qilib, sizga yoqadigan qilib qo'yib berib chiqib ketamiz. Mana shunaqa qilib vassalari qoqib berilsa bo'ldi. Mana akalar, ukalar, 200 kvadratlik tomga beton quyish uchun tayyorgarlik jarayoni ketyapti hozir. Mana parizolyatsiya vassani tepasidan qo'yilyapti. Bu havo o'tkazadiganidan. Shuni ustiga shunday quyib yuborilaveradi. Vassani qoqiladida ustiga quyib yuborilaveradi. 200 kvadratlik tomimizga bugun quyapmiz. Xudo xolasa mana tayyorgarlik ishlari ketyapti. Buni chiroyli qilib savolinadi uni, keyin rastvorimizni tashlaymiz. To'sin yog'ochlari ham chiritmaydi. Bexavotir qiygizilsa bo'laveradigan. Hozir ish jarayonlari ham xudo xolasa ko'rsatib boramiz. Mana ish jarayonlari. Uchinchi etajga chiqyapti mana loy qotisini qaranglar. Hozir endi boshlandi ishlar. Mana bino quyish jarayoni tomga. Ish jarayoni ketyapti bizda. O'zi razmeriga quyilyapti mana. Mana tekis holatda qilib, tekizlanib ketiladi. Ikkinchi etajda tomiga olinyapti mana.
mana apparatimiz yerda turibdi. Hozir biz ikkinchi etajdamiz. Mana birinchi etaj, ikkinchi etaj. Shunaqa joylarga ham ancha-muncha apparatda, ancha-muncha texnikada loy olib chiqish qiyin. Mana 3-etajga chiqyapmiz. Ustaga nima gap ustaga? Mana akalar, xotirjam 2 kvadratli xonadon. Soat hozir 11:30 bo'ldi уже. Bugun ikkinchi kun tugatib boryapmiz. Shunaqa 2 etajli, 3 etajli bino qurgan akalarimiz ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chotchi qilib tomlaringga penabetonni bosib beramiz. Bu loydan ko'ra 5-6 baravar yengil tushadi. Tomga ham ancha-muncha yuk tushmaydi. Mana apparatimiz shkaturkaga ham zo'r bo'ladi mana. Bitta apparatda 3 xil, 4 xil xizmat bor. Shkaturkani padmayak qilib zo'r qilib beramiz.